Bismillahirrahmanirrahim. Bizni yo'qdan bar qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Bütün insoniyatning faxri Hazreti Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Shundaq bu zotning oil tavobatiga va sahobalarga Allohningki har doim rahmati bo'lsin. Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayhi Xaliflar tarixi nomli kitoblik darsimizningki yana bugun davomida Peygamberimizin en sevimlik nevrisi Hasan radhiyallohu anhu'niki vafoti haqida to'xtalmoqchi. İmam Hasan radhiyallohu anhu Medinede zaharlanib o'ldirilgan. Buni ayoli Ja'd bint Ash'as ibn Qays degan bir ayol zaharlab qo'ygan. Chunki bu zaharni Yazid ibn Muaviya degan shu xalifa evatib mushu zaharlab o'lgandan keyin bu ayolni men olimada ba'd qilganda bu ayolga. O ayol degandek shunday qilgan. Endi Hasan o'lib ketgan vaqtida bu ayol Yazidga odam evatib, yakhat evatib o'zining va'dasiga vafo qilishni tilagan. Biroq Yazid biz seni Hasanga ravo ko'rmadik, o'zimizga ravo ko'ramdik degan. Yani bu qilmishingni biz yoqtirmaymiz Hasanga qilgan qilmishingni, ammo o'zimizga yoqtiramdik degan. Demak bu xiyonatning jazosini tortgan. Amma bu masalada ulamolar orasida xilma-xil ko'z qarashlar bor. Ras İmam Hasan zaharlanib o'ldirilganmi deb. Bunun tafsilotini Alloh xohlasa inshaalloh keyingi masalalarda to'xtalamiz. Bu odamniki o'lib ketgan vaqti 49-yil, ba'zilar 50-yil Rabiul Avvalning 5-i debdi, ba'zilar 51-yil debdi. Enisi Husayn kim zahar berganligini bu deb berishini tilab o'tinib ketgan bo'lsa-mo, bu odam javob bermagan va mundaq degan. Agar men o'ylagandek bo'lsa, Alloh uni cho'qim jazosini eng yaxshi qattiq usulda berdi. Lekin unda men o'ylagandek, men gumon qilgandek bo'lmasa, men bilan mening sababimdan boshqalar o'ldirilmasin. Ya'ni gunohkor odamlarga, gunohsiz odam o'ldirilmasin deb shunaq degan. Bu odamniki biz başta deyilgandek nayet keng qo'saq muloyim muomillarning biriga kirgan. Agar navoda shu zahar bilan o'ldirilganligini bilib oshkorlanmay o'lib ketgan bo'lsa. Ibn Sa'd rahmatullohi alayhi Imron ibn Abdullah ibn Talha rivoyat qilgan bir ma'lumotda Hasan radhiyallohu anhu bir tush ko'ribdi-da, xuddi ko'z oldiga bir qul huvallohu ahad kalimasi yozilgan. Şonlar özünki oil tavobatini yig'ib, bundan bir xil xursandlik his qilib, Madinaning shu vaqtdagi dog'liq olimi Said ibn Musayyibga bu tush ko'rgan tushni deb berdi-da. Deganki, agar rasm tushni ko'rgan bo'lsa, sizning ajallaridan ozgina vaqt qolibdi deb. Demak, degandek bir necha kun o'tgandan keyin o'lib ketgan dedi. So'yti rahmatullohi alayhi yana bir temini yoritibdi bu yerda. Yani umidni Allah'a bağlayan adamның karameti, yani məxluq bağlamay, ümidni Allah'a bağlayan adamның karameti. İmam Bayhaqi rahmetullahi aleyhi ve İbn Asakir, Ebi Munzir, Hişam ibn Muhammed dadisi rivayet qilgan bir ma'lumotda Hasan ibn Ali'ninki turmuşida ma'lum bir ig'irchilik yuz beribdi. İqtisodiy jihatdan turmuşda deganda. Bu odamga har yili 100 ming şu vaqtdagi pul hamda 100 ming dirham pul berildiganda davlatdan Muaviya tarafidan. Lekin Muaviya ma'lum bir yilnisa, ma'lum sabablar bilan o'z bilgan sabablar tufaylidan bu pulni bermabdi. Shuning sababidan bu odam bak jafo tortibdi turmushda. Shuning bilan bundaq debdi. Menga bir qalama kelinglar. Muaviyaga xat yozib, o'zimning ahvolini tushundiray debdi-da. Deb bo'lib, ondan to'xtab oldim dedi. To'xtalib, yani temsilatgan harakatni to'xtatib qo'yibdi-da, bir insonga yoldirishni bir xil to'g'ri ko'rmagan ahvolda. Shuni ona tushimda payg'ambarimizni ko'rdim, cho'ng dadamni ko'rdim. Cho'ng dadam dediki, "Balam Hasan, qanday ahvolingiz?" debdi. "Jon babam, ahvolim nihoyat yaxshi" deb, shu ba'zi bir iqtisodiy ahvollarni, shu bermaganlik tufayli ahvollarni shikoyat qilib ondan dediki, o'zingizga o'xshash bir maxluqqa xat yozish uchun qalamni ekilinglar dedingiz-a?
Şu məxluqqa əsletməkçi bulatamsiz depdi. Ey ya Resulallah, qandaq qilsam bo'la emdi deb sordum deydi. Şunun bilan çoğ babam, dadam Peygamberimiz dedi ki, oğlum mundaq dang depdi. Ey Allah, mening qalbimga senden ümit qildigan bir ümitni nisb etgin, nimet qilib bergin. Senden başqa masivak, senden başqa her bir ümidimni yok qilgin ki, senden başqa hech kimden bir narsa ümit qilmaydigan bo'lay ey Allohim. Ey Allah, senden şunu sorayman ki, küçüm aciz bo'lib qolgan. Harakatim to'xtab qolgan. Arzularim amalga oshmagan, tilaklarim voyaga yetmagan yoki joyiga o'rindalmagan. Mush narsalarni menga berishingni so'rayman. Allah mening tilimga burunqi va keyingi hech kimga berib boqmagan bir ishonchni menga bir rizq qilib bergin ey Allohim. Meni xos qilgin ey Allohim deb mushundan dedi. Shuning bilan İmam Hasan deydi, ezbiray Xudo, men bir haftadek mush duoni arqa Allohga yalvarib duo qilgandim. Ma Muaviya 1.500.000 dirham pul avatibdi dedi. Şuna dedim ki, vaqis tashlab etmaydigan, esliganni unutmaydigan Allohga hamd sanolar bo'lsin deb shunaq deyatdim degan. Hem bu adam yana shunaq deydi. Men çoğundan Peygamberimizi yeni bir tush gördüm ki, şu vaqtda yani şu işten keyin dedi ki, ya Hasan, ey Hasan, qanday ahvolingіз balam debdi. Dedim men yaxshi ya Resulallah deb bu bo'lgan ahvolni so'zlab bersam dedi ki, o'g'lim, Peygamberimizning so'zi ama o'g'lim, Allah'tan ümit var bo'lgan adam maxluqdan ümitni üzüp Allah'tan ümit var bo'lsa, yani mushtaq bo'ladi. Arzuları amalga oshadi deb shunaq degan dedi. Allah hammamizni ümidimizni faqat Allohga bog'laydigan, bu ümidimizde shak shubhi bo'lmagan, yani kuchlik bir imoniy quvvatni Allah hammamizga nisbat eylesin. Soyuti yani bir mazmuni qistiribdi. Hasan o'ziga inisi Husaynga nasihat qilgan, Husaynmi o'zining oksini bir xil ko'ngilni xotirjam qilib tasallilarni bergan dedi. Bu nimazmunga qarab boqaylar. Tuyuriyat nomli kitobda Salim ibn Isa degan Kufining eng dangli qarisidan rivoyat qilingan bir mazmunda mundaq debdi. Hasan raziyallohu anhu sakratdagi vaqtida bir xil vaqirab sabr qilolmay degandek bir xil voysab ketibdi-da, inisi Husayn mundaq debdi. Jinim aka, nimanchilar bundaq voysaylar? Sizlar Peygamberimizning qishig'i, dadam Alining qishig'i bor emasmi? Bular sizning dadlar emasmi? Qo'rquvdek ish yo'q ya. Cho'ng onam Xadija bilan onam Fatimaning qishig'i bor emasmi? Qasim, Tahir tog'larining qishig'i bor emasmi? Hamza, Ja'far bular dad taraf tog'lari, bularning huzuri bor emasmi debdi. Degandan Hasan debdi-da fuqsiga. Jinim ukam, men bir uy kirib boqmagan, bilib boqmagan bir ishga kirib qoldim, Xudoning ishlaridan bir ishqa. Men ko'rib boqmagan mahluqotlarni ko'ryapman dedi. Ya'ni sakratlik vaqtida odam bu sakratga nihoyat qo'rqinchli bir avval. Alloh hammamizga sakratni nihoyat oson qilsin. Bu nihoyat odam ko'rmagan narsalarni ko'rdi hayotida. Nihoyat qo'rqinchli bir qiyomatniki desek bosqichlari. Şuna hem de müşünceler bir Resulullah'ın nevirsi boğan adam gibi bir xil qo'rqadigan alomatlar bo'lgan hamda Alloh bizni mushtaq ig'ir musibetlerden, mush qo'rqinchidan, qiyomat kunidagi yomon kunlardan Alloh hammamizni saqlasin. Hamda Ibn Abdulbar'ninki rivoyatida Ibn Abdulbar degan o'zi Andalusluq, bugungi Ispaniyaniki tangliq Maliki mazhabning olimlari. Bu adamniki shu tarix to'g'riliq, fiqh to'g'riliqni nurg'un kitoblar bor. Shu adam deydimda ishonchli olimlardan, muhaqqiq olimlar. Biz bir necha tarafdan rivoyat qildik deydi. Ya'ni oz emas, ko'p bizning bu to'g'riliq degan so'zimiz. Hasan raziyallohu anhu sakratdagi vaqtida inisi Husaynga mundaq debdi. Jinim ukam, endi dadam, cho'ng dadam deydi. Bu ishqa qo'l tiqqanda Alloh taolo
ilip ketdi. Abu Bakr ega olganda Abu Bakrdan Ömer'e kaldı. Hem o muş 6 maslahat kengish a'zosini bekitib qo'ydi. Muş 6 aylanda ish ketmasin deb. Oxirida Osmonga qoldi bu ish. Osman o'ltirilgan vaqtida yani dadam Aliga bayat qildi. Bu Alining davrida bu talash tortish tushib, nurg'un qilishlar yalang'ochlanib, yani urushlar bo'lib, bu dadamga qolmadi. Cho'qim azbiray Xudo men o'ylayman, Allah biz cemaatga, bizning oilamizga hem payg'ambarlikni hem xilofetni nisib qilmamiz kerak. Payg'ambarlikni nisib qilgankan, xilofetni bizga Allah bermemiz kerak. Men teltukis bilmayman, lekin Kufining nadan odamlari sizni kelgusida ahmaq qilib sizni yurtidan haydab chiqarishi mumkin. Bu demek çoğunu hem de şu sen xilafetke yakın kelmisan, bu mezhepke yakın kelmisan demekçem de bir yerde. Yani ahirde vesiyet kılıp men Ayşe'ye talep kıldım dedi. Çoğunuz onu da hem de. Öyle çoğunuz ya. Peygamberimizle birlikte defne kılınsam dedim. Çünkü Ayşe'nin üye o. Peygamber Resulullah defne kılınğa üyemdi. Ayşe annemiz makul depti. Eğer men ülep geçsem Ayşe'den şunu sorup bakın. Lekin muş Medine'deki bir kısım adamlar çokum seni çekleydi bunda kılışan. Men Resulullah'la defne kılınışımdan çekleydi. Çünkü vali ibade Mervan. Mervan yaxşı görüp ketmedi bu cihet. Eğer ol açta qıp qalsa, ularla tirkişmigin. Bolaptı digin. Yana kan qosalıq çıqıptı. Ölep ketken vaqtida Hüseyin indisemde. Ayşe radhiyallahu anhu'nun huzuruna gelip mundaq dep. O ayol depti. Oy kilin bu bir şeref bu depti. Lekin Mervan Peygamberimizin huzurunda defne kılınış ruhsat kılmaptı. Lekin Hüseyin derhal özüne bir bölük cemaatlerini elip korallarını isip kelgenken yani uruş kılımız yani bu okamdan demiş ki defne kıyılı koymaydı bir yerde degenken Ebu Hureyre argı düşüp kayıt turu etipti. Şunu ona bu adam Baqiga defne kılıngan anasının huzuruna. Bu İmam Hüseyin'deki kabirsi Fatıma radhiyallahu anha bilen nemidi ba Baqi'da inşallah bir suret kilish nasip ola. Bu yerda bir nuqtani tushuntirib qo'ysak, bu Hasan bilan Husayn ikkisi ham payg'ambarimizniki nevirsi, Ali radhiyallahu anhu'niki balasi bo'lishi bilan ikkisiniki psixikalik holati mijozi farqli. Hasan bo'lsa nihoyatda keng qo'saq, o'ziniki kechirish orqali, bo'pti deb aytish orqali bu odam bir xil savob qilishni o'ylaydi, davomli. Her işte nihoyat keng qo'saq bo'ldi deb aytish bilan kupaylı. Hatta özünün şahsi menfaatidan mı vazgeçerleydi. Ama Hüseyin buna okşamaydı. Hüseyin özün vicdan gururuna zıt, özün hakkı takışılgan her kanda iş bulup kalsa çokum şunu ilişktirişidir. Bu boptu diye etmedi. Bunun da gurur vicdanına ait güçlük mücazzik adam. Sonra Irak'taki Kerbala'da mesela keyinki devirlerde şehit kılınıp getirildi, öldürülüp. Şu şehit kılınıp getirişinin sebebi mi? Özünün gepiden aitti, hak hukukudan aitti. Çın turup, ben özümün hakkının qattiq düşmeyme dep özün gurur vicdanını saklap kılış asasida bu adam öldürülgen şehit olup ketken. Bu iki hukukuniki farkmış o. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi